Gipertoniyani erta aniqlang. Tasavvur qiling, tanangizda yillar davomida siz sezmaydigan kasallik rivojlanmoqda. U hech qanday kuchli og'riq bermaydi, lekin har kuni yuragingizni, bosh miyangizni, buyraklaringizni va qon tomirlaringizni zararlab boradi. Bu gipertoniya, ya'ni yuqori qon bosimi. Ko'pchilik o'zini yaxshi his qilganligi uchun qon bosimini o'lchamaydi. Natijada kasallik faqat insult yoki yurak xuruji sodir bo'lgandan so'ng aniqlanadi. Bugungi videoda gipertoniya nima ekanligi, nima sababdan paydo bo'lishi, qanday belgilar berishi, qanday asoratlarga olib kelishi va eng muhimi uni qanday oldini olish mumkinligi haqida gaplashamiz. Gipertoniya nima? Yurak har safar qisqarganda qonni qon tomirlar orqali butun organizmga haydaydi. Shu paytda qon tomir devorlariga ma'lum bosim tushadi. Agar bu bosim uzoq vaqt davomida me'yordan yuqori bo'lsa, bu holat gipertoniya deb ataladi. Gipertoniya nega paydo bo'ladi? Ko'p hollarda bitta aniq sabab topilmaydi. Bunga bir nechta omillar birgalikda ta'sir qiladi. Ular orasida nasliy moyillik, yoshning ortib borishi, ortiqcha vazn, kam harakat qilish, tuzni me'yordan ortiq iste'mol qilish, yog'li va qayta ishlangan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish, surunkali stress, chekish, spirtli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, qandli diabet, buyrak kasalliklari va gormonal kasalliklar kiradi. Bu omillar qon tomirlarini elastikligini pasaytiradi va yurakka tushadigan yuklamani oshiradi. Gipertoniyaning belgilari kasallikning eng xavfli tomoni shundaki, ko'p bemorlarda umuman alomat bo'lmaydi. Ba'zi odamlarda esa bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ensa sohasida og'riq, quloqlarda shovqin, yurakning tez urishi, ko'z oldi xiralashishi, tez charchash kuzatilishi mumkin. Ammo alomat bo'lmasa ham kasallik rivojlanayotgan bo'lishi mumkin. Gipertoniya qanday asoratlarga olib keladi? Nazorat qilinmagan yuqori qon bosimi quyidagi og'ir asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Insult, yurak xuruji, ya'ni infarkt, yurak yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi, ko'rish qobiliyatining pasayib borishi yoki yo'qolishi, qon tomirlarining shikastlanishi, xotira va diqqatning pasayishi. Shuning uchun gipertoniya jim qotil deb ataladi. Kimlar xavf guruhiga kiradi? Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ortiqcha vaznga ega bo'lsangiz, kam harakat qilsangiz, oilangizda gipertoniya kasalliklari bor bo'lgan insonlar bo'lsa, diabet yoki buyrak kasalligi bilan yashayotgan bo'lsangiz, doimiy stress ostida yashayotgan bo'lsangiz, unda qon bosimingizni muntazam nazorat qilish tavsiya etiladi. Gipertoniyaning oldini olish mumkinmi? Ha, ko'p hollarda kasallik rivojlanish xavfi kamaytirish mumkin. Buning uchun tuz iste'molini kamaytiring. Har kuni kamida 30 daqiqa jismoniy faollik bilan shug'ullaning. Vazningizni nazorat qiling. Sabzavot, meva va don mahsulotlarini ko'proq iste'mol qiling. Chekishni tashlang, spirtli ichimliklarni cheklang. Stressni boshqarishni o'rganing. Yetarli uyquga e'tibor bering. Qon bosimingizni muntazam o'lchab turing. Davolash. Agar shifokor sizga qon bosimini tushiruvchi dorilar buyurgan bo'lsa, uni o'zboshimchalik bilan to'xtatmang. Ko'pchilik bosimni me'yoriga tushgach, dori ichishni to'xtatadi. Natijada bosim yana ko'tarilib, asoratlar xavfi ortadi. Davolash rejasi har bir bemor uchun alohida tanlanadi. Shuning uchun dori vositalarini faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qilish kerak. Xulosa, gipertoniya ko'p hollarda og'riqsiz kechadi, ammo uning oqibatlari juda jiddiy bo'lishi mumkin. Yaxshi xabar shundaki, muntazam tekshiruv, sog'lom turmush tarzi va shifokor tavsiyalariga amal qilish orqali uni nazorat qilish mumkin. Bugun qon bosimingizni o'lchadingizmi? Agar yo'q bo'lsa, buni ortga surmang. Ba'zan bir necha daqiqalik tekshiruv yillar davomida sog'lig'ingizni asrashga yordam beradi.